كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saodat asriga sayohatimizni yana davom ettiramiz. Tayyormisizlar? Qanotlar ochinglar. Saodat asriga sayohat qilamiz. Oldingi darsimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bobolari Abdulmuttalib vafot etgandan keyin kimi kafolatida qoldilar? Amakilari Abu Talib. Necha yoshda edilar shunda? Maşallah 8 yoshda edilar. 8 yoshda edilar. Keyin Rasulullohni amakilari Abu Talib Rasulullohni dadalari kabi nima qildi? Otalik qildi, mehribonlik qildi. Amakilar dadalarining o'rnida bo'ladi. Amakilarni shuning uchun nima qilish kerak? Hurmat qilish kerak. Amakilarda aytganini qilishlik kerak. Dadani hurmat qilgandek, amakilarni ham hurmat qilishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 12 yoshga yetganlarida safarga chiqdilar. Birinchi safarlari edi. Shomga, Busroga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safar qildilar. Amakilari o'zi aslan amakilari chiqib ketyapti. Rasulullohni yolg'iz qoldirmaslik uchun ishonmadi hech kimga. Biror narsa bo'lib qolmasin, o'zini tashab ketsa. Chunki safar uzoq davom etadi, necha kunlab, oylar davom etadi ba'zan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlari bilan birga olib ketdilar. Borishdi Shomga. Shomga borishdi. Shom bilasizlar, juda ham katta joyni, hududni o'z ichiga oladi. Shom degan nom. Busro degan joy bor Damashqqa yaqin. Hozir ham o'sha eski nomida. Busro. Damashqqa yaqin. O'sha joyga borishdi nima uchun? Tijorat uchun. Keyin u joyda Bahiro rohib nomli odam Rasulullohni ko'rdi. Rasulullohni ko'rdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda nubuvvat, payg'ambarlik alomatlarini u bildi. Qayerdan bildi? Nimadan bildi? Kim aytadi? Nimadan bildi? Abdurrahman. Axloqlarida. U qarab turganda qarab turganda keyin daraxtlar, toshlar sajda qilayotganini ko'rdi-da. Bunaqa rivoyatlar ham kelgan, lekin ba'zi rivoyatlar sahih, ba'zi rivoyatlar sahih emas. Abdulqudus. Mashalloh, eng to'g'risi shu. U nimada o'qigan? Kitobda, Injilda o'qigan, Tavrotda o'qigan. Tavrot, Injilda kelgan Rasulullohning sifatlari, Rasulullohning axloqi, Rasululloh qayerdan chiqishligi, qanday bo'lishligi hammasi nima qilingan? Tavrotda, Injilda yozilgan. Hattoki hozirgi kunda masalan nasroniylardan bir qanchalari musulmon bo'lgan. Nimani o'qib musulmon bo'lgan? Injilda o'qib musulmon bo'lgan, Tavrotda o'qib musulmon bo'lgan. O'sha Injilda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishoralar kelgan. Bir qancha o'rinlarda Iso alayhisalomdan keladigan payg'ambar deb Rasulullohning sifatlari kelgan. U Rasulullohdan boshqasiga to'g'ri kelmaydi u. U faqat Rasulullohda bo'lishligi mumkin, ya'ni Muhammad ibn Abdullohda. Shuning uchun ko'plari bu Muhammad ibn Abdullohga to'g'ri kelyapti deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima qilgan? Iymon keltirib ishongan, Rasulullohning payg'ambar ekanligiga. Keyin nima bo'lgan? Musulmon bo'lgan. Mana shu narsani Bahiro rohib nima qilgan? Sezgan, bilgan. Bu ham Rasulullohning haqiqiy payg'ambar ekanligiga nima? Dalilmi? Dalil. Bizi yana iymonimizni ko'taradigan narsa. Demak, bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqiy payg'ambar bo'lganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisi bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirgan narsa Alloh bizdan talab qilayotgan narsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lidan yurgan odam nimaga erishadi? Allohning roziligiga erishadi, jannatga kiradi. U Rasulullohni ko'rib yahudiylar o'ldirib qo'yishligi mumkin. Chunki yahudiylar nima bo'lgan? Dushman bo'lgan. Yahudiylar dushman. Rasulullohga ular nima qildi? Hasad qildi. Hasad qildi. Rasululloh bizdan chiqish kerak, ya'ni payg'ambar bizdan bo'lish kerak, Banu Isroildan bo'lish kerak, bizni qabilamizdan bo'lish kerak deb ular Rasulullohga hasad qilgan, Rasululloh payg'ambar bo'lib kelganlardi. Hozirgacha mana Rasulullohga nima bor? Hasadlari bor. Hozir mana
Falastinda G'azoda nima qilyapti? Rasulullohning ummatlarini, ya'ni musulmonlarni, Rasulullohga iymon keltirgan odamlarni yahudiylar nima qilyapti? O'ldiryapti. Bir mahallar o'sha yahudiylar qo'rqib, pisib, berkinib, yashirinib yurardi. O'sha joyga yashirinib, qo'rqib, berkinib, bizga yordam beringlar deb kelganda, Falastindagi musulmonlar joy berganmidi ularga? Joy bergan edi, yer bergan edi. Kelsan yetim ekansan, kelsan bechora ekansan, kambag'al ekansan, faqir ekansan deb. Yaxshilik qiluvdi, endi nima qilyapti? Yomonlik qilyapti. Endi o'sha joy berganlarni joydan nima qilyapti? Haydayapti, chiqaryapti. Har kuni xabarlarda men kuzatyapman. Har kuni bor. Musulmonlarning yerini olyapti, joyini olyapti. Yerlarini olib qo'yapti, ekin-tekin qiladigan, dehqonchilik qiladigan yerlarini, hayvonlarini olib qo'yapti, chorva hayvonlarini. Yahudiylar olyapti. Mana shunday bu yahudiylarning musulmonlarga nisbatan nimasi bor? Adovati bor, hasadi bor. Mana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ular hasad qilib, Bahira rohib nima dedi? O'ldirib qo'yishligi mumkin, tezroq olib ketgin dedi. Kimga? Abu Talibga. Abu Talib qo'rqdi-da, jiyani nima qilishni kerak? Qo'rg'lashlik kerak, jiyani saqlashlik kerak, chunki otasi Abdul Muttalib nima qilgan? Vasiyat qilgan. Bunga yaxshi qaragin, bunga e'tibor bergin deb. Keyin kelajakda buyuk ishlar kutayotganligini bobosi Abdul Muttalib ham bilgan va amakilari Abu Talib ham bilgan. Rasululloh buyuk ishlarni qiladi. Bu kelajakda buyuk inson bo'ladi degan narsani ular ko'rgan, Rasulullohda bilgan. Qayerdan bilgan? Kim aytadi? Qayerdan bilgan? Kim aytadi? Ayting Abdulatif. Ha, Rasululloh ajralib turgan. Nimalar bilan ajralganlar? Kim aytadi? Xuluqlari bilan ajraganlar. Kim aytadi? Odoblari bilan. Mustafa, rostgo'yliklari bilan. Mustafoning ichidagi narsani aytdim. Habibulloh. O'rnak bo'ladigan Sadi. Omonatdorliklar, Ibrohim. To'g'ri so'z bo'lganlar. Ha, odamlarga yaxshi muomala qilganlar. Odamlarni doim xursand qilishga harakat qilganlar. Yoshligidan shijoati, jasorati, qo'rqmasligi bilinib turgan Rasulullohda. Bilasizlarmi shuni? Mana shu narsa ko'r. Shular bilishganki, kelajakda payg'ambar deb ular bilmagan payg'ambar bo'lishligini, lekin buyuk ish qiladigan, buyuk inson bo'ladi deb nima qilishgan? Yoshligidan his qilishgan ular, bilganmi? Shuning uchun Rasulullohni nima qilgan? Himoya qilgan. Amakilari ham Rasulullohni olib ketgan. Necha yoshda edilar unda? 12 yoshda edilar. Rasululloh 12 yoshda edilar. Keyin yana qaytib ketdilar Rasululloh Makkaga. Keyin ozgina o'tgandan keyin Rasululloh 15 yoshga yetganlarida, qaranglar 15 yoshga. Eslab qolinglar. 15 yoshga yetganlarda fazilatlilar kelishuvi, ya'ni fazilatli kelishuvi bo'ldi, bitim. Kelishuv bilasizlar-a? Chunki Makkada zulm ko'payib ketgan edi. Zulm, haqsizlik, tajovuz, birovni pulini olib qo'yadi. Birovni cho'ntagidan pulini oladi, o'g'irlik qiladi. Birovni haqqiga ko'z olaytiradi. O'zini bergan narsasiga, Alloh bergan narsasiga qanoat qilmasdi. Mana shunday ishlar bo'lib ketgan. Birovlarga zulm har xil. Shunda Makka ahli, Makka qabilalari hammasi yig'ilishgan. Nimaga yig'ilishgan? Mazlumni himoya qilamiz deb. Mazlumni haqqini olib beramiz. Qanaqangi mazlum bo'lsa, uni nima qilamiz deyshgan? Haqqini olib beramiz deyshgan. Uni haqqini olib beramiz. Shunga to'planishgan. Rasululloh necha yoshda bo'lganlar? 15 yoshda bo'lganlar. Va bu Abdulloh ibn Jud'an nomli insonni uyida bo'lgan bu to'planish. Mana biz o'zi to'planib o'tiribmiz-ku hozir, mana doira shaklida o'tiribmiz. Ular shunday o'tirgan, to'plangan. Nima uchun? Hammalari bir-biriga ahd bergan, qasam ichgan, mazlumni tarafini olamiz, zolimni nima qilamiz? Zolimni jazolaymiz. Zolimni zulm qilishligiga yo'l qo'ymaymiz. Demak, bu eng yaxshi nima bo'lgan? Bitim bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bitim haqida keyin payg'ambarlik kelganda bir so'zni aytganlar. Inshaalloh keyingi darsimizda Rasulullohning ushbu so'zlaridan boshlaymiz. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.